Xullas, Xitoyda bir voqea sodir bo'ladi. Bu Sharq tabobatiga oid hikoya. Bir yigit baliq tutayotganda uni ilon chaqib oladi. Tez yordam chaqiring desa, shahardan ancha uzoqda yashagani uchun nima qilishni bilmay bola ikkilanib qoladi, lekin bir g'oya keladi uni miyasiga. Ilonni tutib oladi-da, bitta itni oldiga olib borib tashlaydi. Ilon itni ham chaqadi. Keyin bola itni qo'yib yuboradi, it to'g'ri o'rmonga qarab yugurib ketadi. Bola ham uni orqasidan boradi. Ya'ni hayvon o'zini qanaqa davolar ekan deb qiziqib orqasidan boradi. It bitta daraxtni oldida o'sayotgan o'simlikni yeyotganini ko'radi-da. Bola o'ylaydi, bu go'shtxo'r-ku, nimaga bu o'tni yeyapti? Demak, shifo bo'lsa kerak, mana shu behikmat bo'lsa kerak deb yigit ham o'sha o'tni yeyishni boshlaydi. Keyin it boshqa o'tni yeydi. Yigit ham o'sha o'tni, ya'ni it yeyotgan ikkinchi o'tni ham yeb ko'radi. Xullas, oradan bir kun vaqt o'tib, ikkovini ham o'ligi topilgan. Ha, ilonni zahri yetmagandek o'simliklar ham zaharli bo'lgan ekan. Bu voqea 100% sodir bo'lganmi, yo'qmi bu haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin xitoyliklardan so'rasangiz, ha, shunaqa voqea bo'lgan deyshadi. Odatda xitoyliklar bu voqeani biror bir kasallik orttirib olib, o'zini mana shu giyohlar bilan davolamoqchi bo'lganini, Sharq tabobatiga mukkasidan ketganligi aytib berishar ekan, ibrat bo'lishi uchun. Hozir men ham sizlarga ibrat bo'lishi uchun bitta narsani aytib bermoqchi edim, lekin